Assalomu alaykum ko'pchilik. Mana hozir vaqt xayrli bo'lsin. Bugun mush kompyuter kasblari va uning kelgusi taraqqiyoti to'g'risida ozroq bir to'xtalib o'tmoqchi. Shu anlarning yoki bir style'ni olib berishinglarni umid qilaman. Mush so'zlash jarayonida balkim men bilmagan yoki xato so'zlab qo'ygan yerlarim bo'lib qolsa, mana to'g'ri tushunishini umid qilaman. Bugun asosiy so'zlaydigan narsa hozir jamiyatimizdagi kompyuter kasblari va uning taraqqiyoti amaliy qo'llanish to'g'risida bir biz leksiyamizni boshlab ketsak. Kompyuter kasb bo'lsa, internet, texnika, media, san'at kuchlar bilan birikkan sababli nurg'un kishilarimiz bo'lsa, to'liq tushunib ketmaydi va aralashtiradi demdi. Bu shu kishining o'ziniki o'qish tarixiga ko'pincha munosabatli. Masalan, to'g'ri chiqishdan bilgan yoki azroq kompyuterni ishlatadiganlar kishilarni hamda atrofimizdagi kishilar shu kishini bak qaltis yoki hamma qolaydi yoki bak yomon degandek so'zlarni qilib hamda shu kishiniki konkret nima ish qilganligini surishtirmaydi. Yoki shu surishtirmaydan shu xizmatlarga qo'ydi. Chunki ham shu kishining o'zi kompyuter kasbini to'liq tushunganligi uchun hamda bu xil ahvollarda jamiyatimizda ko'p. Mush oliy maktabda o'qigan o'quvchilarningki kompyuter kasb o'qigan o'quvchilarning o'qish bitirgandan keyingi jamiyatda damalliqqa moslashib bo'lolmay xizmat tepish qiyin bo'lish masalasi yo'liqib maktabdan og'irlagan masalalar mavjud hamda. Buni men ko'p anglab ketgan, ammo buning yetimamiz ahvollardan yo'liqimiz hamda. Chunki hozir jamiyatda kompyuter kasbi burungidan ko'p taraqqi ketgan. Ma'lum bosqichga berib shaqchilab turlar ko'payib ketgan buniki. Şu an bugun shu to'g'risida tafsiliy to'xtalib o'tamiz hamda. Bugun bu yerda ham iyilik tiklash yoki korxona boshqarish yoki boshqa mazmunni so'zlamaymiz. Nuqul shu kompyuter kasblarini uning turlari, ishlatish o'rinlari, taraqqiyoti degandek mush kompyuterninki mush kasb munosabatlarini so'zlaymiz. Şu an bu yerda sarxil savollar tushishi mumkin. Şu an amal bo'lsa shu leksiya tugagan ekan, bir yarim soatdan keyin shu savol so'rovchilarning ayrim xat yozib bo'ldi yoki to'pda savol qoldirsa, hemen javob qaytarsam bo'ldi. Şu an so'z qilish jarayonida ko'pincha kishilarning bolalarniki shu savolni o'zi bir yozib saqlab qo'yib, oxiri so'rashini tavsiya qilaman. Men bilganlarim chekib o'qish turdoshlariniki ayb bo'lmasdan chek umid qilaman. Bilmagan narsa bo'lsa o'zaro o'rtoqlashsak bo'ldi degan umiddaman. Unda bo'lsa o'zimizning gapga kelsak, bu kompyuter kasbini biz hamda umumiy jihatdan jamiyatga cho'ng soha bo'yicha arasak hamda motor injenerlik hamda vaqtni bo'yicha shu deymiz. Bu hamda tor programmalar kasbi. Buning asosi hamda tor bexatarlik asrash, tor qo'g'dash, kompyuter uchun boshqarish mashg'ulot sistemasi laylash, boshqarish va asrash asos qilgan bir kasb. Bunun sağlık uçur uylarını tekşürüş deyimiz her xil jifanlarki, yak baş xizmetler, yak şirket karxalarınki torların başvuruş, samda uçun başvuruş kadarlık texnikli xizmetlerimde. Şu an şu yukarı xizmetlerin yaxşı qilish uchun çok mushi kasbda sistemni tarbiyalash kerak. Mesela çok mushi kasbdan oliy maktabdagi bir turda o'qish kerak hamda shu tor injenerlik to'g'risida. Buni nuqul o'zligini o'rganib bilan fikr qilinmaydi. Nima yumshoq detali injenerlik hamda buni balkim sizlar kinolardan jiq olgan bu gapni shu software engineer deymiz. Endi buningki atalg'i bakjon buning ichida nurg'un narsa shaxsan gündemde. Yumshoq detal kasbini qiluvchilar shu matematika, yangi tafakkur, kod, ya'ni program logikasi bir qadar pishq bo'lish kerak. Shuni talab qildi. Bu soat xizmat qiluvchilarning maoshi bir qadar yuqori bo'ldi hamda. Albatta dastlabda qiyinchiliklar ko'p bo'ldi. Masalan, uydan chiqib bilan bir ish qilolmaydigan, har xil texnik masalalarni hal qilolmay, oylab vaqt o'tib keladigan degandek. Ammo davomli izchil to'g'ri yo'lda tirishib kelgandan keyin mush kasb o'zi chiqib bo'ldi. Yumshoq detalning ichida masalan ko'zdek yumshoq detal, to'g'ri yumshoq detali, yanfonat detali degandek shu bir qancha turlar ayrilib keldi. Chunki bu jamiyatning ehtiyoji oshgan sari bu shaxschilaydi bu narsalar. Undan boshqa ham birlashgan Tokioda hamda. Buning mo'jizalar bu kompyuterning ichida bo'lgan narsalar. Masalan, bu qattiq detal bilan kompyuter sistemasi, shu kompyuter bilimlari bilan shu qattiq detal birlashtirilgan bilim bir kasb. Bu ham yuqori kasb qiluvchilar qo'yilgan talab bir qadar yuqori bo'ldi. Cho'qim oliy ma'rif tarbiyasi ko'rgan bo'lish kerak bo'ldi.
Ondan başka bu kesip hudutlardan maaşı elbette yukarı bulduğunu demesem bunu. Bu kesipten işleyiş orunları asasen her xil tok yol texnikasini yazıp çıkarganlar, mesela keşfet kılanlar, fen texnik terapi kıldırganlar, sanoat maslahat tok yolu degandek. Mesela bu kesipning qattiq detal injinlerlikka, yumshoq detal injinlerlikka deb ayrilendi. Mesela her xil aile dışında elektr uskunlar deymiz, her xil aqliy iqtidorli uskunlar bor, buni hammamiz bilamiz ailemizga. Eng oddiy mesela kira o'rnida shularmi qattiq detal bilan yumshoq detalniki birlashmasidan barib kelgan narsa. Bu kompyuter kesbining ichidagi bir tur. Bunu şu birleşik dokuyun mesela ben bunu resim tatbik etmesem oldu. Ben resimden tatbik etmesem fikir baksam oldu. Ama yukarı kesiplerim izchil taraqqiyot etgan ehtiyoj ish mevatgan kesiplerimdi. Ehtiyoj ish hozir nurg'un kesiplik bolalar ehtiyoj paylamdi. Yangilandi. Mesela bayatımız so'zlab o'tgan kesipler mesela nurg'un oliy maktablarda bir qadar sistemli muntazam tarbiyalanadi. Lekin majamiyatda bu narsa bir qadar o'zlikni o'rganuvchilar bu kasb qilmaganligi uchun bu kasb qilganlar bir qadar oz. Lekin o'zlikni o'rganishga imkoniyati bor kishilarniki qila oladigan kompyuter kasblari bir qadar yuqori. Masalan, kompyuterni tamomlagan kasblardan boshqa yana masalan laylash kasbini misol olsak, biz bayat masalan yumshoq detal dedik, to'g'ri injenerlik dedik, Tokyo injenerlik dedik. Shuning orasidan biz laylash kasbi shu layilashning o'zi bir cho'ng bir soha. Buning uchun masalan sanoat loyihasi, kiyim-kechak loyihalash, e'lon loyihalash, qurilish loyihalash. Asosiyada bu 4 cho'ng turga bo'lindi. Endi shu 4 cho'ng turning ichidagi bu loyilash kasbi nurg'un shaxslar bo'lindi. Endi yuqori qo'yilgan ko'pinchisi asosan hozir jamiyatda kompyuter loyihani tamomlagan bu katta masalan shu qurilish loyihlash deymiz, kiyim-kechak bo'lsin, e'lon loyihalash bo'lsin, yoki sanoat loyihasi bo'lsin, shularning hammasi kompyuterni tamomlagan bo'lg'achdan bular kompyuterlar bog'lanib hozir kompyuter kasblariga kirib ketdi bular. Shunday bo'lgandan keyin kompyuter kasb o'rganganlar asosan shu kompyuterning ichida ishlatishni o'rganadi. Nima shu turni kompyuter tamomlash o'rgangan bo'lg'achdan cho'qim kompyuterni bilish shart endi o'zida hozir jamiyatda. Undan boshqa bu kasblarning cho'ng kasbning ichida nurg'un shaxs kasblar bo'ldi. Buni xizmatchilarga taqsimlab berdi poj qilib. Shu sababdan mush kasblar cho'ng mush boyadan loyilashning ichidagi 4 kasblar ichidagi yana birinchisininki ma'lum bir soha ichida nurg'un shaxslar bor endi. Agar biz mush turlarni biz agar shaxslar araydigan bo'lsak, bir qadar mush kompyuterning ichidan ayrim kasb deb atalgan kasblarning ko'praklarini masalan mahsulot loyihalaguvchi, masalan har xil turmush buyumlari masalan oila ishlar masalan loyihalash kasbi. Buni kompyuter 3 o'lchamli modelni yasashni tamomlab bitkazgan kasb bu ham bir qadar talab yuqori. Shu championshipchilik mahsulot loyihalaguvchi kasb. Ondan boshqa game design oyun loyihalaguvchi kasb bor. Maxsus oyun tadqiqot bilan shug'ullanan oyun loyihalaguvchi bor. Mesela her xil bolalarning o'yinlari, kompyuter üstü ko'zlik o'yinlar. Mesela biz kompyuterimiz o'ynaydigan o'yinlar. 3 o'lchamlik o'yinlar, mesela buni o'g'illar ko'proq biladi. Yanfon aptal o'yinlari, bu shular ham maxsus shu ayrim bir kasb kompyuter sohasidagi ayrim bir cho'ng bir soha shu o'yin kasbi, o'yin loyihalash kasbi bor. Ondan boshqa yumshoq detal loyihalash degan bu kasb yumshoq detal loyihalash kasbi bor. Endi boya bir deb ketdi. Ko'zni sistemdan ko'rsatadi. Masalan, kompyuter ishlatilgan har xil yumshoq detallar, masalan, 360 gradusni tozalag'ich deymiz. Kompyuterimizga har xil Word, Excel deymiz, yoki bo'lmasa har xil shu xat yozish qurollari deymiz degandek mush kompyuterdagi ko'zni programmalar. Bularniki maxsus ayrim tillar bor, masalan Java, C til deymiz. Boshqa nurg'un narsalar bor. Uni keyin bir-biriga to'xtalsak bo'ldi. Demak her bir sahani bunu ayırıp etken özgün kategorisi inen. Onun başka sistem loyihalaguvchi bu bir qadar cho'naq buni ham deb kesak bo'ldi. Sistem loyihalash kesib mesela men shu to'shajib qilgan. Mesela biz mush ishlaydigan sistem loyihalaguvchi bu ham cho'ng korxonalarninki qo'ldan chiqadigan bir mahsulot bo'ldi bu sistemlar. Mana torbekat loyihalaguvchi, torbekat ochuvchi, torbekat yasovchi. Bu ayrim bir kasb bu katta hozir. Masalan bu torni
bilgan odam masalan shu tor bexatarlik boshqaradigan yoki torning ishini qiladigan odamlar bu tor bekat yasaydigan tor programmasini ochadigan ishlarni qilib bo'lmaydi. Chunki hammasi ayrilgan kasblar. Shundan bo'lgani uchun buni aniq tushunish kerak ekan. Tor bekat layihalachi deb ayrim bir bu katta bu layihalash kasbi e'lon layihalash o'xshamaydi-da bunda. Farqi bor. Bu maqsad sıfır bilan yapılışıdır. Tor bekat program bo'ladi. Karton film layihalachi masalan. Karton film ishlayguchi. Bu mu ayrim kompüter kasbiga ayrim bir tur. 3 o'lchamli sistemlarni ishlatishni bilish kerak. Masalan, Maya, 3D Max, Cinema 4D, yana Houdini, Real Flow, After Effects degan bir qadar nurg'un detallar bor. Shular detallarni ishlatish orqali texnik bilan shu amaliy bilimni nazariyani birlashtirib, anandagi bir film ishlaydi. Bu kompüter kasbiga ayrim bir kasb. Ondan başqa yana bir kasb film hasılat layihalachi. Masalan, bu xo'jlik qilgan kishilar deymiz, masalan, hozir masalan shu mikrofilm ishlaydigan yoki qisqa televiziyalarni ishlaydigan, film ishlaydigan, cho'naq filmlarni ishlaydigan madaniyat taqdi shirkatlari bor, shirkatlar tezroq taraqqiyotni. Shuning ichida shu oxirgi unumli ishlash, ayrim bir kasb bo'lib ketdi, hozir ayrilib shaxschilar uchun jamiyatning ehtiyoji ishi. Shuning uchun shu film hasılat layihalachi shuna bo'lgan ekan, bu ayrim bir kasb hisoblanadi. Bunlar karton film ishlash kasblari yuksa tor bekatlar uchun deganda qilinmaydi. Chunki bu ayrim bir kasb kompyuterning ichidagi. Endi men birisi tekshirlikda e'lon layihalachi. Buni hammamiz balkim bilishimiz mumkin. Tekshirlikda e'lon layihalachi. Bu layihalachining ichidagi layihalash kasbining ichidagi bir tekshirlik e'lon layihalachining ko'rsatadi. Bu e'lon layihalachilar orqali tashviqot layihasi, o'rin muqobil marka, shirkat obraz layihasi degan nurg'un ishlarni qilamiz endi. E'lon layihalachi xizmat qiladiganlar. Bu mush kompyuter kasbining ichidagi ma'lum bir tur bir kasb hisoblanadi. Hali cho'naq kasb hisoblanadi. Biz mushtar bu tartib qo'yamiz endi mush layihalash kasb bo'yicha. Undan boshqa yumshoq detal ko'rimiz layihalachi. Bu mush tekshirlikda layihalachidan boshqa hozir bu mush UI, user interface design degan mushu a'zolar ko'rimiz layihasi deb bir narsa tezroq taraf chiqadi. Endi mush telefon aqliy telefon bariq degan nima ishlar? Mush yumshoq detal app detalning ko'rimiz layihachini layihalash bo'lgan ehtiyoj bilan taraf qilib hozir ishi bu e'lon layihalachilar ichidan shaxslar chiqadi. Hozir maxsus ko'rimiz layihalachi deb bir kasb ayirib shaxslar chiqildi. Bu masalan oliy maktabning darslari balki yo'q bo'lishi mumkin. Bu chunki jamiyatning ehtiyoji qarta yangidan paydo bo'lgan kasb. Bu yumshoq detal ko'rimiz layihalachi. Ya'ni UI layihalachi. Ya'ni ayrim bir kasb bo'lib ketdi bu. Endi bayatimiz biz bir monj kasbdan deb turgan, biz kompyuter ichidagi ayrim kasblar bir-biri bilan bog'lashadi, lekin har birisi o'z oldiga mustaqil o'zining xizmat rayoni bor, bir qimmat yarata oladigan bir kasb. Yuqori kasblar asosan mush kompyuter ichida yana har xil yumshoq detallarni xizmatchilarni ishlatish, yumshoq detallarni ishlatish va uni ishlab layihalash, tafakkur qilib ijro qilish bilan tamomlanadi. Şo'mush kompyuter kasb o'rganuvchilar uchun o'zining beshida o'rganuvchilar uchun beshida jamiyatdagi yuqori kasblardan qaysisini o'rganishni aniq oydinlashtirilishi, o'zining qiziqishini bayqash kerak. Bo'lmasa ortiqcha chiqim degandek bir chiqim bo'ladi-da, chunki u o'zi bilmaydi o'rganib qolgan ishi. Shunga o'rganib qolganning ziyni yo'q, lekin ham cho'qim beshida yaxshi tanlash kerak. Qaysisidan o'rgansam mos keldi ekan, qaysisidan yoqtirdi ekanman. Deganda chunki bayada men degan kasbni qaysini tanlasa hozir mustaqil kasb bo'la oladi. Masalan, shu tekshirlik e'lon layihalash degan bir tafsil to'plab sizak masalan shu grafik layihalash deymiz masalan. Masalan, mush kasbimizda odamning mush ko'rish sezgisi asos qildi. Masalan, surat, yozib, fotoğraflardan foydalanib turib, kishilarga ideyasi taqdirdan bir tashviqot loyihalarini biz e'lon layihalash deb atsak bo'ladi. Ham shunalar bo'yliq shu kishini qo'zg'alganiga ideyasini taqdirlaydi, ya'ni shu ishni qilib atrof taqdirdan ideya. Layihalash xizmatlar masalan shu layihalash, tekshirlik layihalash xizmatlar shug'ullanan deguvchilar masalan shu layihalash keyin shu
Qural, yumshat detallarga qural ismini bilishni talab qilmaydi. Masalan, bundan boshqa cho'qon, shu kishi madaniyat, san'at, fotograflik, rang nazariyasi, rassomlik, fizika, kimyashunoslik, matematika degandek universal safhasida chuqur bo'lish kerak. Bular talab qildi. Shunday bo'lgandan keyin mushuni kompyuter kasbiga mush bir kasbning ichida bilish deyish narsalar shu. Şu an bir kishi o'zimiz bilan loyiha uchun devormasa umr qilmoq uchun ayzin o'yin chiqib ayzin loyiha uchun deverish toza aqli o'yin emas. Şu an mushlar hammasini bilsa, u texnik pishib ketildi. Bu mush kompyuter kasbining ichidagi ma'lum bir kichik bir mustaqil bir kasbning ichidagi bir bilish deyish mazmunlar masalan bayon degandek. Ondan boshqa shu media kasblari kompyuter kasblari ichidagi shu kino film ishlaymiz. Film işleyişlerimiz bu medya bilen şoğullananlar bekar şunu şu xil kesiplerimi yine hayal ketken kompüter kesiplerinin içinde. Onun başka şu karton film işleyişlerimiz, küçük karton film. Bu medyanın içindeki bir kesip. Şunda bu andaki o medyanın içinde bu yine 4-5 xil kesipler var. Şu an öğrendiğim vakti şu film işleyişleri öğrendim, kino işleyişleri öğrendim, karton film işleyişleri öğrendim. Yoki flash o'rgandim, qo'nchoq yash o'rgandim deguchilar cho'qim aniq o'zini nima qilmoqchi bo'lganini oydinlashtirib deb ma'lum bir tanlash kerak yoki nuqul alaydan ishligi chiqlamdi yoki bir filmni alaydan qismini ishlamdi yoki film ko'rishtirish xizmatlarini qilamdi yoki karton film ishlamdi. Demak, hammamiz ayirma mustaqil bir kasb bo'la oladi hozir. Hozir jamiyatning ehtiyoji shu. Endi bu mush kasblarning ham keng istiqbol to'g'risida ozroq so'zlasak, masalan, bu kasblarni hozir bundan 2090 yildan bekroq tushundi. Hozir men deb o'tgan bar kasblarni ko'pincha ahvolda tushunmaydi. Şu an bunun istiqbolini cho'qim yaxshi o'ylash qo'yish kerak shular. Bu to'g'ri ozroq bir tushuncha bersak, masalan, bu to'g'ri injenerlikdan keyin bu ozroq to'xtalsam, masalan, to'g'ri injenerlik degan shu bunun keyin hamma to'g'ri bilan bog'lanib ketdi. Buni hammamiz bilamiz. Masalan, to'g'ri so'z qo'lol deymiz, to'g'ri bexatarlik boshqarish deymiz, to'g'ri bekat yasash deymiz, shuni boshqarish, asrash degandek mush xizmatlar. Bular aniq taraqqi qildi bundan keyin hamma narsa to'g'rilashib ketdi. Shundan boshqa har bir odamningki butun xizmatlari mush to'g'ri bilan bog'lanish bo'lg'achqa buning tushadigan ehtiyoji nihoyat ko'p bo'ldi endi. Şu an mush kasbni tanlaganlar asosan ziyon tortmaydi, bundan keyin ehtiyoj oshadi. Lekin undan boshqa bagram hamda yaxshiroq bo'lgani mushma yumshoq detal kasbining taraqqiyoti. Yumshoq detal kasbi bundan keyin hamda aniq men tushunayapti, bundan keyin aniq hamda shunga yuzlanib ketamiz. Barcha narsalar sistemlashib ketdi. Nurg'un narsani biz ma'lum bir yumshoq detal ishlatish orqali ishni asoslashtirib tamomlaymiz. Yoki ma'lum bir narsani shu yumshoq detal ishlatib setib olamiz. Yoki topshiriqlarimizni ishlaymiz, filmlarni ko'rib o'rganish qilamiz degan nurg'un narsalar shu bizning mush yumshoq detal bilan bog'lanib qoldi. Masalan, mush kasbni o'quvchilari bundan keyin masalan har xil shirkatlar xizmat qilgan, masalan har xil yumshoq detallarni yasab, har xil turlarni tamomlaydigan bir ishlar bo'ldi masalan. Şu turlar qatnashib biz o'zimiz istiqbolni tepib xizmat qilib kasb bo'ldi. Masalan, ko'znak programma yasash deymiz, tor yumshoq detali, yanfun app detallari degandek nurg'un. Masalan, mush yanfun app detalining ichidami masalan olma app detali ichish, olma yanfunlarga u ayrim bir mustaqil kasb bo'lib ketdi. Endi biz bilan cho'ng bir kasbni dedik, buning ichidami shaxslar ketib lazım. Şu an bu cho'ng bir atağım tutulublar, muşunu bilmən, deyiliş xata, mesela ben yumuşatıda yasaşını bilmən, deyiblər, Japan'ın tərtib kiblər, çıxsı olmaydı. Çoxun muşunu arasını zaten qayısını yönlü. Şu an aydınlaştırılış gerek. Gözlək programmalar mı var? Gözlək programlarını düşünürüz. Gözlək programlarımız tıpal yaxşı. Bunun iştifatımız dairəsinin kəmri, bir qədər çoğraq, görüb, kəndi tələb qıldım gözlək programı yasaşının yüzüge. Yani ben to'g'ri yumshoq detalni bilimiz, mesela har xil imtihonlar, tizimdan imtihon beradigan, yoki to'g'ri turib bir ishni qiladigan, to'g'ri turib bir masjid do'konlarni boshqaradigan, har xil oshxonalarni boshqaradigan degandek biz to'g'ri yumshoq detal kirdi. Masalan, yanfun detallari ham bular bir qadar tez davomlanadigan, oz mablag' bilan ko'p ilm beradigan narsalar. Bu app detallarimiz, telefonlarimiz bor narsa. Bu yumshoq detalning ichidagi yanfun app detallari. Endi mush yanfun app detallarining ichidami olma yanfun app detallari, Android yanfun app detallari deb ayirib ketiladi. Olma yanfun app detallari yasashni o'rganamiz yoki Android kasbini o'rganamiz. Olma app ishini o'rganamiz yoki Android
app etishni o'rganasiz deb so'raydi. Shu vaqtda anandagi sen tushunalaysizlar bu kasbni. Shunga o'xshash bu yumsha total sohasi cho'ng bir soha hamda. Masalan, birlashib Tokyo laylash. Shu birlashib Tokyo injiniyorlarning keyingi istiqboli hamda hammamizga ayon bu. Bu qilman deb bilan yuz o'yini bilan bir ish qilgan bir kasb emas. Bu cho'qim sistemni o'rganish kerak. O'zi cho'qim izlanish kerak shu to'g'risida. Material ko'rish kerak, chunki bu kasb men bak yaxshi bilib ketmayman, lekin tushunmayman. Cho'qim buni kasb ahlidan maslahat kerak. Tokyo injiniyorlarning bundan keyin aniqlam istiqboli bor. Masalan, nurg'un narsalar bundan keyin yumsha total bilan qattiq total birlashib, bizning nurg'un qulayliklarni olib keldi. Xizmatlarni qildi. Masalan, mashina odamlar paydo bo'lishi mumkin, aqliy iqtidorli oila yordamchisi paydo bo'lishi mumkin. Nurg'un narsa. Shuning demak, mushu Tokyo sistemasi, Tokyo taxtlari nurg'un narsa mushu keldi hamda. Bu narsa mush kasb albatta yaxshi tushundi. Demak, bu kasb nima yaxshi ham shon buni kompyuterning ichiga bir kasb bo'lg'achqa shu bu to'g'riliq bilan to'xtalib o'tdik. Lekin men bir aniq ham o'zimning kasbim tushungadan to'xtashni bilmayman bu kasbni, lekin sen ham mush kasbni bir tushunishni arzu qilib o'sha yozdim hamda. Shu aslan mush bir bilvasanlar deb umidda. Media mush kompyuter kasbining degan mush media kasbimi naydi. Bundan keyin istiqbol bor. Hammamiz bilamiz media hozir hammadan ko'zib qoldi. Shu filmlarning tarqalishi, ishlanishi va tez yanglishi mumkin. Shunda bo'lganki bu media kasbining olamida ko'pchilik bordi. Ehtiyoj va kechikib bordi. Masalan, ana ishni bilasizlar, ishlamlar, filmlarni ishlablar tezroq taraf ketdi. Demak, shu media kasbining kompyuterning kasbining o'ziga shu media film ishlash kasbiniki bir turi. Bundan nurg'un yondashma xizmatlar bo'lmasa bir film media ishlarini qilish uchun ham uni kesib qilishni bilish shart emas. Masalan, kesib qilishni bilish bilan o'zidan kifayat qilinmaydi demakchi. Demak, shu ssenariy yozish, operatorlik, ranglashish, ovozlarni bilish kerak endi. Shu ham bir kasbni o'rgangan vaqtda yaxshi tanlab, shu kasbni voyaga yetkazib o'qisanglar, shu kasbda bir istiqbolni tepib ketasizlar. Bundan boshqa ham laylash kasbining kelgusi bo'lgan ehtiyojini hammamiz bilamiz. Bu laylash kasbining o'lmaydi. Bu tekshirlik laylashining ichida nurg'un shaxslar bor endi. Shunday bo'lgan bu kasbning ehtiyoji to'xtamay yurilaydi. Ba'zan cho'ng'aygan sari, ishlatilgan sari laylash bo'lgan ehtiyoj oshadi. Ishlarniki talab yuqorilaydi. Shunday bo'lganda bu kasbni o'rganuvchilar cho'qim yaxshi o'ylash kerak endi. Ya'ni o'rgangan vaqtda cho'qim yaxshi kasb ahlilarini tanlab o'rganish kerak. Qarg'ularcha bir kirib bilan qurol qismini o'rganish kasb bo'lmaydi. Mush kasbniki yildizni tushunib, bu kasblarni natijaga qanday bo'ldi degan narsani bilib turib, shu kim narsa so'zlaydi degandek asos uchurini bilib turib anani o'qish kerak endi. Shunday bo'lgan ekan ko'pincha kishilar buni qarg'ularcha paloniya tarbiya etgan sada berib o'rganganlar bek ko'p. Shu an bu jihatimi ko'pchilikniki mush kasb o'qimoqchi bo'lsa, sen surishtirib o'qishni umid qilaman. Garchi APT olsun, PHP olsun, qaysi kasb bo'lib qolsa, cho'qim yaxshi surishtirib, bildiganlarni atrofga tushunganlarni maslahat deb turib o'qishni tavsiya qilaman. Undan boshqa hamda biz umumiy yig'inchoqlab aytsak, bu kasblar shu masalan laylash kasblarimiz tor programmerligi, tor injenerligi, yumshoq total etish, app etish, media film, kino film ishlash kasblarimiz mush kasblarniki istiqboli masalan bizim bu yerda chetdan olib bir bosqich berib bo'lgan. Masalan, bu kirmagan yilosdaymiz, Yevropalarda, Amerika davlatlarida bular olib bu kasbning ehtiyojini ishi chetdan tekstil qilib akilgan bosqich bo'lgan. Masalan, Hindistonniki nurg'un xizmatchilari insonlar shu chetda ishlaydigan bilimizamiz. Shu kirmagan yilosdagi 70% xizmatchilari shu masalan tor programmeri, yumshoq total app, yumshoq total yasovchi yoki live uchlari asosiy muhim xizmatlarni qiluvchilar, mush texnik xizmat qiluvchilar kompyuter kasbi ichida. Ya'ni Hindistonlik ko'p. Chunki bular bu kasbni olib aniq ayirib, yaxshi o'rganib, puxta o'rganib, demak shu chetga chiqib turib xizmatni qilyapti. Buning uchun birinchidan inglizcha yaxshi ularning hamda biz bilsak bo'ladi. Demak, shunday bo'lganki bu kasbning istiqboli bor. Hargiz chekmaydi-ki, oldi qarab nima berdi. Şu an bu kasbni o'rganib qo'ysanglar bo'ldi, sizlarga tavsiyam shu. Bozmuş kompüter kasbini aslında ma'lum bir kasbni tanlab, cho'qim kasb ahlini tepib, ozroq iqtisodiy mablag' ajratib, o'zingizga qiziqgan kasb bo'yicha cho'qim tarbiyalanib, o'zingizga bir yo'l tepib olsangiz bo'ldi mush kasbda. Demak, o'zing shu kompyuter bo'lgan qiziqish bo'yicha o'rganib,
kasblarni tanlab, jamiyatda bir kichik o'zining o'rnini tepib olishni tavsiya qilaman. Bundan keyin hamma narsa kompyuter bog'lanib ketdi. Nurg'un odamlar chiqib ketdi hozir. Buni kompyuter o'rganmaganlar hozir qiyinlik bordi. Masalan, nurg'un ish qiynaldi. Shunday bo'lgandan keyin endi bundan keyin yoshlarni shu kompyuterni ko'proq o'rganishni tavsiya qilamiz. Shu munosabat bilan biz mana bu markaz tilja to'g'ri bilan bu bir hamkorlik o'rnatib bo'ldik. Bu yerni oshkor etay. Biz shu kompyuter kasblari bo'yicha shaxsiz to'g'ri darsni taqishimiz mumkin, yoki televiziya taqishimiz mumkin. Shunday bo'lgandan keyin yoshlarniki tavsiyam, yoshlar qilgan tavsiyam meniki shu kompyuter kasblari orasidan shu 15-20 xil yaqin kasb bor desam, masalan, orasidan cho'qim ma'lum bir muhim tanlab, puxta egallab mush kasbda xizmat qilishni tavsiya qilaman. Chunki hozir jamiyatda bir kishiniki qadr-qimmati, shu o'rgangan bilimi, axloqi, umumiy tajriba safosidan belgilangan qoldi hozir. Shunday bo'lgandan keyin yoshlarga tavsiyam ham deydi qani, bo'lsam shu televiziyalar, kompyuter kasblarini tanlab o'rganinglar. Yunaygan sağlam bo'ldi, yoki boshqa narsa o'rgan sağlam bo'ldi degan, bundan degan jamiyat, dunyo texnika bilan asos o'rin turib keldi. Ya'ni texnika, shu ma'rif o'qitish yoki bo'lmasa shu asosiy boshqarish sistemasi oldin o'rinda ma'lumlanadi. Shunday bo'lgandan keyin shu narsani birini tanlab, izlanib, material ko'rib o'rgan sağlam bo'ldi. Hammalarga hozir vaqtga xayrli bo'lsin.